Bugun ketdi, pashol. Mana bugun Rossiyaga keldik. Ertalab bilan turdik. Obed bo'ldi ishlaymiz deb. Mana ana sabzidan boshlaymiz yeyishni. O, sabzi. Qaysini olasan, bunisini? Uchoq ham qarsildoq. Qarsilog'idan ola. Bu kishi Surosh Kattavikov. Assalomu alaykum. Sabzini yuvish kerak edimi? Yedik endi nima? Men yedim. Bu bizani koshonamiz. Sizlar o'ylamanglar, böyle spallarda yotib ovqatlanadi deb. U uy bo'lgani bilan kirishga qo'ymaydi. Tashqi ko'rinish manzarani ko'rsatamiz. Hojatxona, dush, balobatlar, orqaga mangal, böyle garaj. Ketdi. Sho'rjon, siz kelganingizdan xursandmisiz? Juda xursandman. Zerikmang, pul hali ko'pala ishlaysiz. Bunaqa uylarni qurib tashlaysiz.